Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, efirda Ming Chinor, siz bilan Zafar Dovtayev. Mana bir yildirki prezidentimiz to'ylardagi haddan ziyod qilinadigan sarf xarajatlarni, haddan ziyod ko'rsatilayotgan hashamatlarni va o'sha isrofgarchiliklarni, umuman olganda kelajakda oziq-ovqat taqchilligi kelib chiqmasligi uchun mana shu to'ylardagi isrofgarchiliklarni bartaraf qilish borasida ko'p harakatlarni amalga oshirib kelyapti. Ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari bu haqda juda ko'p gaplarni aytyapti va bu gaplarni boshlanganiga o'zi bir yildan oshiqroq vaqt ham bo'ldi, lekin biror bir natija ko'rilmayapti. O'sha 250 ta, 300 ta degan gap yuribdi xolos. Endi bir narsaga hayron qolaman. To'g'ri, jamiyatda 5 qo'l baravar emas. Kimdir omadi kelib zo'r yashayapti, kimlardir qiyinchilikda, ahvoli og'ir sharoitlarda, iqtisodiy qiyin ahvollarda yashab kelyapti. Yetishmovchilik juda ko'p oilalarda bu iqtisodiy muammolar bilan kurash ketyapti-yu, lekin bu kurashlarning barchasi natijasiz bo'lyapti. Sharoitda qanchalik harakat qilishsa-da, lekin u iqtisodiy qiyinchilikdan, iqtisodiy og'ir yetishmovchilik botqog'idan chiqib ketamaydigan oilalar jamiyatimizda to'lib yotibdi. Bir narsani men hayron qolaman. Prezident gapiradi. Prezident aytadi. Prezident mana shunday qilish kerak deydi. Mana shu bu to'y ixchamlashtirish masalasida bir yondashuvimda aytsam, prezident atrofida kim bor? Prezident atrofida eng avvalo prezidentning maslahatchilari, vazirlar, senatorlar, deputatlar, partiya rahbarlari, hokimlar, prokurorlar, umuman ichki ishlar hamma tomoni bari eng yuqori mansabdor shaxslar prezident bilan bamaslahat ish qiladi. Lekin bir narsaga tushunmayman. Nima uchun prezident mana shu to'ylarni ixchamlashtirish to'g'risida bir yildan beri gapiryapti-yu, lekin birorta vazir, misol uchun 200 ta odam chaqirib, 250 ta odam chaqirib, kerak bo'lsa mana o'sha prezidentning topshirig'ini men o'zi aytganidan-da ziyoda qilaman deb turib, spirtli ichimliklar qo'ymasdan, qimmatbaho mana bu shou yulduzlarni, estrada yulduzlarini chaqirmasdan oddiy bir o'rta miyona xonandalarni chaqirib, mana muhtaram prezident, men sizni aytganingizni birinchilardan bo'lib bajardim. Mana shunday to'yni qildim va ijtimoiy tarmoqqa joyladim toki odamlar ko'rsin va o'rnak olsin deb biron bir harakat sezilmaydi. Harakat bo'lmayapti, qilinmayapti. Vaholanki prezident aytgan gapni birinchi bo'lib o'sha yonidagi bosh vazir va uning yordamchilari, o'sha iqtisod vaziri va boshqa vazirliklar amalga oshirish kerak emasmi? Prezidentning siyosatiga yelkadosh bo'lib turin. Uning qanoti ostiga kirib, mana muhtaram prezident, men birinchi bo'lib sizda aytganingizni qilaman deb, bular o'rnak bo'lib, namuna bo'lish kerak emasmi? Yoki prezidentning mana shu aytgan topshiriqlari, to'y bo'yicha qilinayotgan harakatlari bularga daxlsizmi? Bularga daxldor emasmi? O'sha senatorlar, prokurorlar, hokimlar, vazirlar, o'sha tepadagi eng yuqori turgan tashkilotlar rahbarlari, qo'mita, boshqarma boshliqlariga bular daxldor emasmi? O'ylaymanki, qachonki prezidentning topshirig'ini birinchi bo'lib o'rnak ko'rsatish, namuna bo'lish uchun bosh vazir va uning keyin yordamchi vazirlari, tepadagi eng yuqori turuvchi mansabdor shaxslar boshlab bermas ekan, jamiyat bu ishni qilmaydi. Chunki poyezdning oldida ketuvchi lokomotiv bor. Lokomotiv tortib ketadi o'sha poyezdni. Lokomotiv bo'lmasa poyezd yurmaydi. Demak, o'sha lokomotiv vazifasini prezidentning atrofida o'rab turgan jamiyat, o'sha boshqaruv apparati amalga oshiryapti. Demakki, boshqaruv apparatidan o'sha prezidentning topshiriqlari yuzaga chiqishni boshlasa, qolgan jamiyat unga ergasha boshlaydi. Vazirni tashkilotidagi
rahbarlar va o'sha rahbarlarga bo'ysunuvchi rahbarlar va bosqichma-bosqich ketaveradi bu. Lekin mana shu narsa amalga oshsa, o'sha prezidentni aytilgan gapi, vazirlar, hokimlar, prokuror, sudlar va boshqa katta-katta mansabdorlar amalga oshirsa, oddiy xalq bularni bemalol mana shuncha bir katta insonlar qilganda biz nima uchun qarab turishimiz kerak deb uyalgandan o'zlari mana shunday ixchamlashtirilgan to'ylarni kerak bo'lsa spirtli ichimliklar qo'ymasdan zamonaviy chiroyli qilib ortiqcha xarajat, ortiqcha dabdabalarsiz o'tkazib, bu kelajak avlod uchun ham, O'zbekistonning iqtisodi uchun ham kerak bo'lsa mana bu bozorlarda o'sha oziq-ovqat va boshqa tovarlarga bo'lgan arzonchiliklarni ham keltirib chiqarishi hech gap emas. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.